Glykozamin, xondroitin, ersag' badi, bo'g'im og'riqlari, revmatizm, bu asosan yosh bolalarda uchraydi, artrit, artroz, poliartrit, ya'ni suyak qiyshayishi, monoartrit, yara natijasida yoki qondagi infeksiya sabab rivojlangan kasallik hisoblanadi. Osteoartroz, suyak yemirilishi, osteoporoz, suyak mo'rtlashishi va suyak chirishi, podagra va grija kasalliklariga davo bo'ladi. Bo'g'im og'riqlari o'zini har bir bosqichi bor. Bo'g'im kasalliklari bilan kasallangan bemorlar kerak bo'lsa oylar mobaynida muolaja olishlari talab qilinadi. Kapsula tarkibida glykozamin moddasi bor. Glykozamin bu nima? Glykozamin to'qimalarni himoyalaydi. Glykozamin qo'shimchasi suyak va bo'g'imlarni turli kasalliklardan davolaydi. U suyak kuchini oshiruvchi qo'shimcha modda hisoblanadi. Bundan tashqari glykozamin suyak og'rig'i, suyakning zichligi pastligida, suyak yemirilishi, sinishida og'riq qoldiruvchi va suyaklarni tiklovchi hisoblanadi. Ersag' kapsulasi tarkibida xondroitin moddasi bor. Xondroitin bu nima? Xondroitin tarkibida akula suyagi bo'ladi. Xondroitin bu katta miqdorda tarkibida kalsiy bo'lib, suyaklarni mustahkamlab beradi. Xondroitin kasal bo'g'imlarni tezlikda o'z ta'sirini ko'rsatib, bo'g'imlarni tiklashga va uning immunitetni oshirishga yordam beradi. Bundan tashqari kapsula tarkibida juda katta miqdorda kollagen moddasi bo'lib, bu ayollardagi soch, tirnoq holatini yaxshilab beradi.